Bismillah, assalomu alaykum. Hozir gazavalarimizni olib kelib beryapmiz. Akamiz o'zi ishlab, otqizib ko'taryapti. O'zi uryapti mashinalarni ham. Ancha bo'ldi boshlaganiga. Oilasini otqizib, o'zi urib ko'taryapti. Yana zakaz qilishdi. Olib kelib berdik. 320 ta zakaz qilishgan. Akam ham başta bir 20 kun, 25 kun yab kutishdi. Xohlasa mana olib kelib beryapmiz. Aka D600 markali gazovologimiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Qo'shigirma qishlog'i. Hozir bo'lib Buvaydali qaytiydi adashmasam. Oqqo'rg'on Oqqo'rg'on bo'lmasa kerak, Oqqo'rg'on Uchko'prikka qaraydi. Shu ikkalasi chegarasida, lekin Buvaydaga qaraydigan joy. Bu yerda eshik deraza ko'pchilik chiqarish ekan, mahalla ponni eshik deraza chiqarish ekan. Akamiz ham shu taxta usta ekan. Xohlasa niyat qilib katta o'g'liga uy solyapti. Yaxshi niyat bilan. Faqat o'zi ko'taryapti ota bola. Gap yo'q lekin akaga. Gazovologimiz